pulni men yomon ko'raman degan odam yo jinni yo yolg'onchi degan ekan. Bu dunyoda pulingiz bo'lmasa 100 ta do'stingizdan bittasi yoningizda turadi, 99 tasi yuz o'giradi. Gapingiz ham birovga yoqmaydi. Ilmingiz bormi? Obro'yingiz bormi? Pulingiz yo'q, e'tiboringiz yo'q bo'ladi. Odam zotni juda yuzini shuvut qilib qo'yadi. Pulsizlik, molsizlik. Birdan yaxshi pul topib turgan odamdan birdan ketib qolsa, ba'zilar aytadi, pul u bu. Xo'p, sen o'zing bir pulsiz odamni e'tiborga qanday olasan, u puldorni qanday e'tiborga olasan? Ko'p gapiraverma. Masalan, bir boyvachcha odamga qanaqa muomalada bo'lasan, u pul so'rab kelgan odamga qanaqa muomala bo'lasan?